Jigarlar, bugun bizda 3 xonali kvartirani video obzori bo'ladi. Hozir kvartiramizda turibmiz. Kvartirani kirganimizda o'ng qo'limizda birinchi xonamizdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz chiroyli, o'zini shkaflari bor, batareykasi bor. Shu yerda bitta balkonchasi bor. Bu xonamizdan chiqqanimizda o'ng qo'limizda yana ikkita divani bor, bitta shkafi bor, yana bitta xonamiz bo'ladi. Bu yerda ham batareykalar bor. Ya'ni qish bo'lsa, issiqlikdan umuman muammo yo'q. Bizda tualet bilan hammom alohida joylashgan. Tualet ko'rishingiz mumkin. Bitta unitaz, bitta chashasi bor. Xohlaganingizdan foydalansangiz bo'ladi. Bu joyda esa bizni dushovoyimiz, bitta dush bor, bitta rakvina bor. Eng yaxshi joylarimizdan biri bu bizning zal qismimiz. Zal qismimiz o'zimizda o'zbekcha xontaxta ko'rpachalari va bitta chiroyli o'rta holatda bo'lgan divanimiz bor. Bitta televizorimiz ham shu yerda joylashgan. Zal qismimizdan chiqib oshxona qismimizga o'tamiz. Oshxona qismimizda ham o'zini chiroyli o'rta holatdagi mebellari bor va balkon qismiga chiqamiz. Balkon qismi juda ham keng. Bitta shu yer o'zida gaz plitasi bor. Xon taxtalari bor. Bu yerdan esa shahar juda ham chiroyli ko'rinib turadi. Manzilni to'liqroq tushuntiraman. Lola ko'cha, Semli lavashdan bitta o'tgandagi donda stomatologiyalarning ikkinchi etajida joylashgan. Narxga keladigan bo'lsak, bu kvartiramiz narxini egalari $300 deb aytiladi. Nomerlarni pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib gaplashib olsanglar bo'ladi.